Kim bu hozir? Ha, Abdulloh. Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom. Menga mana jelega shirin narsa olasizlar-ku. Shirin narsa. Shakarmi? Ha, shakar kerak edi. Bo'ldi, hop. Ber idishingni. Qansa Abdulloh? Mana. Rahmat amaki. Bo'pti. Sog' bo'linglar. Mastam tasbaq qo'shib. Hozir. Amaki, undan berib turing. Endi nima chiqding? Ungami? Ha? Nima tiqilyapti mana? Mana. Rahmat amaki. Arzimaydi. To'xta Abdulloh, o'zini nima qilyapsizlar? Keks xotinlar oyim o'shan kerak edi. Keks xotin deydi. Ha? Yur kirmasang zo'r narsa o'rataman. Yo'q, oyim kech xotin deydi. Yurmasang zo'r keks fabrikasini Qattiq. Xo'p. Yur. Amaki. O, Kelib qoldingmi? keldik mana, kirmamişdi. O'tir. Amaki, menga nima ko'rsatmoqchi edingiz? Abdulloh olmasang ko'rsatadigan narsa bizda ikki xil brend bor. Shok. Mana keks bu yoqda. Wow. Qulpnaydi bu. Bu o'rikli. Bu bananli mana. Bu shkokoladli. Wow. Ikkinchi brendim bo'lsa Louis. Bu bananli bu. Qulpnayli. Shkokoladli. Abrikosli bu. Amaki bular qimmat bo'lsa kerak. Ya, qimmat emas bular. Mana shu turshi 16 ming so'm. Nima? Ichida 15 ta bo'ladi. Mana shu. Ha? Wow. Amaki, buni yeb ko'rsam maylimi? Mayli, och ye. Wow. Bu nima amaki? Bu bananli bu. Wow. Ol, yeb ko'r. Qanaqa ekan mazasi? Bananliga sezilib turibdi. Yaxshi. Bizda har bitta vkusga alohida mehr beriladi. Qanaqa ekan mazasi? Chiqadi mana shu katta. Shikoladmi? Qanaqa yaxshi ekanmi? Zo'r narsa yeyishdi. Narxi zo'r bilan. 16 ming so'm. Unaqa narxda o'zidan narsa bermaydi. Mana bu uyimga olib ketsam. Olib ketmaydi. Senga hayitli bu senga. Voy rahmat. Jalol. Bo'pti, eslamaginga yetib ol. Bo'pti. Ehtiyot bo'l. Bo'pti.